Sigaret chekadigan odamlar muammosi bilasizmi nima? Sigaret chekayotgan bo'lsangiz, 90 kunga sigaret tashangda bitta uxlang yer bilan osmoncha farqi bor. Lekin gemoglobiningizni topshirasiz-ku, 140, 130 chiqadi. Gemoglobin zo'r, udar. Lekin muammo nimada bilasizmi? Chekadigan odamlarning gemoglobini SO, is gazi bilan bog'liq bo'ladi. U gemoglobin tashimaydi. Shu uchun qon ko'p, lekin ishlamaydigan qon. Uxlaysiz, uyg'onasiz, miya dam olmagan. Kun davomida yurasiz, qolsiz. Chunki qon ko'p, lekin ishlamaydigan qon. Kislorodni tashiy olmaydi. Chunki tashiydigan joyi bor-ku, o'sha yerga SO, is gazi birikib qolgan bo'ladi. Uni bilasizmi qanday tozalash mumkin? 90 kun yashaydi mana shu hujayra. Keyin bor nobud bo'lib, o'rniga boshqa hujayra chiqadi, o'shanda toza bo'ladi. Tamom. Shu uchun chekadigan odamlar uxlab maza qildim demasa ham bo'laveradi. Uxlay olmaydi ular. Va qoningizni ko'paytirishning eng oddiy usullaridan biri bu Numa Gemoglobin Plus. To'liq ma'lumot uchun kommentariyga qon so'zini yozib qoldiring.